Ben şu Baxtiyor otaga kelganimizda sabab mana shu gecceler bo'yicha davolayotgan Baxtiyor ota shu yerga keldim. Eshitib, mana shu Buxorodagi qizimni qizchasini ichida gijja bor ekan. O'zimda Narpaydan bu ikkinchi katta qizimni o'g'lida gijja bor ekan. Yuzlarida xushki, uni kiprikchalari nima bo'lib, to'kilib nima bo'libdi. Hozirda yana ham katta qo'rg'onga tushgan bitta qizimda nima sochlar to'kilib ketyapti. Sochlar to'kilishlar bo'ldi. Mana shuni ham olib keldim. Chunki birinchi olib kelganimda mana shu digardek nevaramni gijjalar tushib, o'zgarib seza boshladik.